天大地云飞走，人欢马笑狗忧愁。乾坤倒转人做主，企鹅从山野风流。宝藏，你丢掉拐杖，才变礼貌。宝藏，你想笑却哭，想哭却笑啊！宝藏，快悬崖勒马，换骨脱胎，死去生来，弃我从善了！王宝藏，你做人做狗，你做人做狗，做狗做人，快快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间岂容鬼做主，人生公路后山后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世暮暮总一宿，江山换人长天游。王耀祖，아빠. Üçüncü yengenin bu köngli xalqning sizni obdan o'zgarib qaytadan odam bo'lsa degan umidi. Buni bilamsiz? Bilaman. Albatta bilaman. Yurttaşlar, biz jinoyatda intayin og'ir, zolimlardan boshqa barliq pomishchilarning gunohiga tövbe qilib, o'zgarishni umid qilamiz. Biz ularni yo'qotmoqchi emas, balki ularning ideyasini uzun-kesil o'zgartmoqchi. Ishonamanki, Kompartiyaning rahbarligida biz cho'qim hammaylar birlikda ittifoqlashib, olg'a ilgarilaydigan parlaq kelajak kutib olaylik. Yaşsın Kompartiya! Yaşsın Mavcushi! Oduqmala! Anladık oqdayni! Yurttaşlar, oduqmala! Oduqmala! Yaşatmaktan korkutma. Cesedin qo'qqida nemisi bor? Tez ko'la. Yok. Bo'la. Yok. Tezma. Tizimlikni ko'rdim. Bo'ladi. Xalq askarlari atrofni qurayli. Bengdan atrof boshlig'i bo'lsin. Qurolni tezroq taqtayli. Sizlar omonlikni qo'tishimizga obdan hamkorlashinglar. Lo'yin bozorining o'rni bek muhim. U Lo'yin teg'iga yaqin. Naya bozoriga berish ham taq chekinishdagi muhim yo'l. Tağdaki banditlar onaga ko'z tikyotidi. Bugungi o'q ovozi banditlarning tog'dan tushganligini tushuntirdi. Vaziyat keskin. Janshoji, Julianjon, xotirjam bo'linglar. Biz xalq askarlari ozodlik armiyaga hamkorlashib, amalini qo'llash vazifasini jazman o'rindaymiz. Men bugun raykonga boraman. Sal turib mangman. Janshoji, amallikni qo'llash vazifasini men o'rinday olayman. Menga bir tal qurol bersanglar. Ballon. Biz sizning salomatligingizni o'ylashib Boşundaq o'rlashtirdik. Siz ijara haqini kamaytirish xizmatiga mas'ul. Hey? Bumi og'ir vazifajimi? Ha. Janshoji, xotirjam bo'ling. Ishonchingizni hargiz yada qo'ymayman. Men qarang Pallon. Bu xizmatni qiynotingizdan boshlab ishlamasangiz bo'lmaydi.
Ha, men uni mening qaynotam deb qaramayman. Siyosat bilan usulga diqqat qiling. Ha, buni bilaman. Bu burun siliq chiqqanga o'xshaydi. Xato dedingiz. Nada siliq yiqqan o'xshaydi. Jazman belgilama siyosat bo'yicha ish ko'ring. Tilashqa urush qolmaydi. Uqdingizmi? Ha. Uqdi. Yuringlar. Ha, bu yerga chaplanglar. Ha, o yerga chaplanglar. Ha. Oy, pendimcek. Oy, abla, ki oğlum. Bu kaynatanın oygu şuar çaplığının nemisi emdi. Lilovshan, mana bu munosabatni to'liq pesh qilmam. Ha? Kallangizda aniq bo'lsin. Siz pomichek, men yollanma dehqon. Bugun men siz bilan chak-chigirni ayirg'ili keldim. Ne deysen? Hey, sen nimige vakaysan emdi, ha? Çekçigine ayrım sen. Anlap koy. Mellilav şu an, sen pendimcek bilen allı burun uyak buyak boppoğan. Bizden çekçigirimiz allı burun ayrılgan. Yani kanda ayrısan. Yavaş bol. Bu degan sinipiy kurash. Uyoq buyoq bo'lish emas. Lilovshanni yo'qtayli! Pomishlik Lilovshanni yo'qtayli! Chak-chigirni uningdan o'zim ayray. Sizlar bu yerning ish teshig'i shuarni chaplab yetinglar. Tez bo'linglar. Junob. Dada. Asta! Kimsin o dadan kim? Şunca adamını ep gelip öyümü şuar çapladın. Tehe beni yoktu diken sen. Ben senin dadan emez. Ay, dada, muşunum bilmemsiz. Men inqilobiy xizmat qilyapman. Chak-chigir ayirish degan bu bir xil shakil. Ularning oldida sizga ozroq vaqirab qo'ymasam, Julianjam, Jangdaguylar meni muhim o'ringa qo'ymaydi. Ay boldu. Ha? Hey, senin resmiyetliğin emdi tüygen bolsun. Emdi ço. Kanda kısan özünün ihtiyarı. Hey, anlap koy. Senin bu talatinge benim emdi kırığım yok. Yani bir iş var. Neymiş? Dine. Dada. Uyingizdagi mal dunyoni baldiroq bir taraf qilib etam. Hukumatga musodara qildirib nima qilasiz? Pendimcek. Sen zade ne mi demekçi? Ha? Men sizga yordam beraman. Bana yardım verem sen. Ha? Qarang. Muhim narsalarıngizni, pul chekingizni eng yaxshisi men saqlab beray. Meni uyim bexatar. Mühim derslerim bilen pul çekimni sen saklap verem sen. Ha? O'ylab beqing. Men dehqonlar jamiyatining muavin raisi emasman. Ular uyimni aqtirish qipetini olamdi. Hey. Pendimcek. Mende mühim nesile bilen pul çeki zadılı yok. Bırak mende çoğun bir nersi var. Sen o adam çakırıp onu ep geçsen boludu. Ha? Qandaq cho'ng narsa? Qara. Avu bu tekçisi. Yine ecdatlarımızdan hazı taxtısı. Derhal adam çakırıp onu ep giti vakın. Ha? Puxlab ketay! Lilovshan! Hurmat sharobi ichmay, jazo sharobi ichdi ekansan-da? Yaxshi. Sen toshni yostiqlig'ideksan. Ma'qul. Mana endi qarab tur. Sening bo'yning qattiqmi yoki tosh qattiqmikin?
Yürünglar! O haramlık. Etret başlığı. Ben yukarı bilen alaklaştım. Yol yo'riq bermi? Yo'q texi. Fanxas vakil hamma harakatni Changdoning vaziyatiga qarab bekitimiz dedi. Do'xlat, atrat boshlig'i. Ikki qochqin askarni tutib oldik. Ablah! Hozir favqulodda mezgil. Bizning bu yerligimiz oshkorlanib qolsa bo'lmaydi. Av qop yurak ikki ablahni ikkilinglar. Xo'p! Qo'y etinglar. Sizlarni jazolig'im yo'q. Lekin bunda qilganinglar o'zinglarni tugashtirganinglar. Jon qilqiz. Siz bir taraf qiling. Ularga nayizlik miltiq beringlar. Xo'p. Anglash. Kim novchi bo'lsa, shu oyat qoladi. Başlanglar. Amitabha. Bu yerdagi vaziyat bek murakkab. Siz ehtiyot qiling, ha? Ma'qul. Yechun, rostini desam, men xizmat bilan bo'lib ketib, holingizdan xabar olmadim. Erlik mas'uliyatimni ado qilolmadim. Men bishorat beryapsiz. Nima bishorat? Amilingiz o'sib, xo'nisini tashlab, yerisini topay deyotgansiz. Ha? Qarang sizda. Men jondagi ashundoq odamma? Chaqchaq qilib qo'ydim. Ha, shundoq. Yechun, men bilaman. Hozir rostdan mushtaq kadrlar bor. Biroq Tagoy. Amaliyotda menni oldingiz xijilman. Nima qilasiz? hissiyat to'g'riliq gap qilsaqlar, o'zimizni ayblaydiganimizga kelyapman. Bo'ldi. Hokimiyat mustahkamlanib, vaziyat muqimlashganda biz bir yer boraylik. Ne görmüş? Siz bormoqchi bo'lgan yerga.
Nəligini bildin? Əmsə, alqanam qizib beqin, ha? Beijing. Beijing. Mən. Adaqqicha inqilab qilayli. İşitələmsiz. Bəkirək ehtiyat qılımcımı. Mən mağay. Eğer iş kılıp can bakmak bekli teskin. He bakıra sana iş kepkeş şanlı ağılt ve kep verip ölüşkün bir epkeş tünügün bir epkeş. He bakıra doğulanma yığırıp kepti kara bana kara. Onu az da bir gün Lila Uşan bilen bilir sende biraz daha durup ma bilim ağıratı demdi. Wang Choqur. Sening hali ta'lim bor ekan. Mushu olda tursangmi, 3-yenge shuncha ko'p odamning oldida sana tegadiganligini aytdi. Bak yaxshi ayolchi bu. U menga ko'ngan siri. Men uning ko'nglini qabul qilishga petilmayapman. Men uni balaga qo'yaman ekan deb ansirayman shu. Azroq bo'lsa-mu, vijdoning borligini o'ylamabdiman. Agar mening vijdonim bo'lmagan bo'lsa, tabaqa Tangri meni bugungacha yashatmagan bo'ladi. Yotgan chaqda eshikni taqib o'tasa, chiroqni o'chirishni unutma. Ma'qul, sen xotirjam uxla va chiq. Kim o? Vay kim o? Siz nimişki geldiniz? Chinakka yatmaqsizg'i? Hozir yotma. Sizlar paranglashinglar. Ha. Bani qilib turibsizg'i? Meni kirgizmamsiz? Sizga deydigan gapim bor. Nimişki geldiniz? Davattım hemen. Sizdan nima chiqib kelgandiman? Kunduzgi gapimni anglamadingizmi? Men ishimizning ishini maslahatlashgani keldim. Zodi qanday qilamiz? Men teqi qo'shilmasam. Qarang gapingizni. Sizni rostla yuragingizga bo'lmaydi ekan-jimi? Buni hapsi. Siz bugün ko'rdingizmi? Men jazolanadigan aksiyatchi tutunbegi tursam. Jazolanishing haq. Kim sizni burun askilik qilsin debdi ekan? Jazolanib bo'lib, qaytirma odam bo'ling. Ömür bo'yi mana mushundaq xalqning oshpizildi ustalni jutlab yetivermassiz. Odam bo'lishni o'ylamamsiz. Nemişki o'ylamaydi. Undaq bo'lsa, qaddingizni ruslang. Osmon o'rilib tushsa-mu chidab turing. Burunqi gunohlaringizni pak-pak yuving. Durust ishlarni qilib, pak odam bo'ling. Men sizga yatliq bo'lay degili 1-2 kun bo'lmadi.
siz dingdağını qutquzib olganda sizga yatliq bo'laman degan. O'tganda to'yimiz buzilib ketdi. Endi undaq bo'lmas. Bu qitim va'dani cho'qim ishga oshirman. Va'dangizni ishga oshirmasangiz mayli. Bu ay, bu kunlarda ben günahkar adam. Gapingizni yinavatsangiz qat'iy og'rinmayman. Ko'nglimni rostla tushunmaydigan o'xshaysiz. Mening tunji erim Sarang edi. Ikkinchisiga o'zim aldanib ketdim. Faqat sizlar menga haqiqiy kuyinasiz. Askarlikka odam tutqanda men sizni lifchak chaqlagan. Kunlarning o'tishi bilan meni yaxshi ko'rdiganligingizni bildim. Biz ahtalashgili necha yil bo'ldi. Shundan beri men qo'pollik qilmadingiz. Meni royim yo'q ishlarga majburlab boqmadingiz. Mendek nomrod, ojiz asrandi kelinni, mendek ippiti buzilgan ayolni başdan oxir hurmatlab keldingiz. Bu sababdan sizga ko'nglim tushib qoldi. Siz Shoyinfanga bek amroq, dingdonni qutqizib qoldingiz. Bulardan sizning ishonchlik odam ekanligingizni bildim. To'y qilsak, meni balada qoladi deb o'ylama. Meni va'dasida turish uchunla to'y qiladi deb qolma. Ras yovzu. Mening sizga yatliq bo'g'im bor. Men bir yo'lanchikka, Shoyinfangmi bir yo'lanchikka muhtoj. Bolalar. Sözlemem. Bana muşu gipimiz bozla. De çıkıp kallamla asımı. Katti armınım yok. O. Yaxshi. Amasman bilan uyga keting. Siz araqa keling, men qo'rim qo'ray. Avval orzuyimizga yetib turaylik. Hey, Yenfon hapsi. Yenfon hapsi. Haq bizning ko'nglimizni qandaq tushunsin. Hazırla sizden bir öde tursam, başkalar qandaq o'ylab qoladi. Haq bilan nima ko'ringiz? Qandaq o'ylasingizning ishi? Hey, Yenfon hapsi. Siz bugün yig'inda 8-sida to'y qilamiz dedingiz qo'y. Şu kuni kep baqsun, ha? Hey, maqram. Şu kuni biz bir qancha ustal ziyofat tayyorlaylik. Kim kelishni xohlasa, shu kelsin, ha? Azroq dağıtıq qilib, to'y qilganimizni Lo'yin bozoridagi cho'ng kichik hammalarga bildiraylik. Ma'qulmi? Ha? Ma'quldimi? Yo'q. Gapinglarni angladim. Hey, Vang Yovzu. 3-yenga to'g'ri aytdi. Bundan keyin sen durust ishlarni qilib, pak odam bo'lsang, menmi sana boshqa qarayman. Sen 3-yeng bilan ketgin. Hech kim sana so'z so'chak qilmaydi. Yuring. 3-yenga sana shundoq aqida qiladi ekan. Sen o'ninkiga ketgin. Men seni bu yerda turg'izib beramayman. Chinaka, u men bilan ketmasa, uni sizmi turg'izmang. U ko'chada yotsin. Ma'qul? Vay can, ula bugün benim canımı dakkayını etti. Hem beşimni, hem belimni eğip yerim gün turg'izib qo'ydi. Tushdan keyin pendim çekti yan haramlık yeni gelip ahvarı qildi. Ula ustixonlarimni chiqib tashlab etganda qilib etdi. Oy, bu tehi yeniki kençe qandaq kunlarni ko'rimiz kim biladi deylar. Ha? Anlasam dehqonlar jamiyati yanvangwan Şeçende ulanın öyünü aktırıp pul mallarını ep gitip
qilibdi. Meningcha, pandumchak bizga 100 xotir qildimikin? Ha? Nima deding? 100 xotir, ha? Ha? O bizning koni uyni oqtirmadi-ku. Ha, pandumchak bizni rastilla to'ydirmay qo'ydigan bo'lsa, bu ishi bo'g'idek. Ya aka, bu nima qilganingiz? Men seni adam boshlab keldimikin debdiman. Siz ma'lum ishonmamsiz? Hatto o'zimga ham ishonmayman. Ya aka, bugun yig'inda siz o'q chiqardingizmi? Nima bo'ldi? Men ularga mushundoq aramchilik bermayman. Yengillik qilma, bulamdi. Siz tutilib qolsangiz, ular meni bosh qo'yib etmaydi. Sen qiladiganini qilding. Boshqa yo'ling yo'q. Mening mijozimni bilasiz. Rayim yo'q ishni o'lsammi qilmayman. Qilaman degan ishimni hech kim to'siyolmaydi. Siz boshqa gap qilmang, ha? Bu necha yildan buyon yiqqan taginim. Ati to'yimizga ishiltaylik. Hey, Yenfona hapsi. Siz bu pulni bak tez tapqan. Buni mitirlatmang, ha? Hey, men van Yavuz'u erkishtirib, sizning pulingizga to'y qilsam qanday bo'ladi? Sizda nada pul bor? Hey, men van Yavuz'u shuncha yaptiman. Bira amal tepilib qala. Nimaga qaravyapsiz? Qanday shunday o'ylayapsiz, ha? Yo'q, kim shuni qo'ylabdi? Haddim emas. Beşim onumuza mening ya. Uyqunuz keldimi? Emsi uxlang. Uxlang demsiz? Esnavatsizgu. Her qancha o'zi mi? Nima bo'ldi? Yatmasmez. O'zingizdan, ha? Mena mushtaqda uyingiz yetishdimi qo'q yurgin dakki turaversa, agar birga yatsak bo'ldi. Ya, ikimiz to'y qilib bo'lib, andin birga yataylik. Ma'qulmi? Andin mening ko'nglimni xotirjam bo'ladi. Bo'pti. Siz taxtida yeting. Yo'q. Bo'lmaydi. Men xo'raydek qattiq tortaman. Siz uxlamaysiz. Men aç qarnıga paxal sepla yatay bo'ldi. Mayli. Giring. Fanxas vakildan telegramma keldi. Anjon ayisiga ushtum tut hujum qildi ekamiz. Yaxshi. Kompartiyaning Anjodagi kuchi ojiz chaqda ularga o'zimizni bir ko'rsatib qo'yaylik. Yolg'iz aroq ichib zerikmamsiz? Bu ibodatxonada zerikmaydigan kun yo'q. Qani, men ichib beray. Xo'sh. Siz huquq tutishga usta ekansiz. Qanday deysiz? Siz
siz askarlarga yaxshichaq bo'lib, meni aski qilib qo'ydingiz. Siz bek oshirib etdingiz. Biz alayda harakat etirdik. Hamma ishni alayda bir taraf qilishimiz kerak. Men harbiy. Buningga ko'namayman. Bu qiyin emas. Birli gap. Rayimsiz bo'lish. Qaltiskensiz jimo. Sizga qo'l qo'ymasam bo'lmag'idek. Rostini desam, ilgari ikkimiz faqatli chiqishamay, xuddi dushmandek o'tgan. Bu qitim birga bo'lish jarayonida sizga bo'lgan qarshim o'zgardi. Buning zarurati yo'q. Sizningcha biz bir maqsadda bo'lanmamdiq? Biz bir maqsadda bo'ldik-ku. Amsi biz sirdosh bo'lanmamdiq? Jonjon qiz. Biz hozir urushda mag'lub bo'ldik. Bu ibodatxonaga kelib qaytib bosh ko'tarmoqchi bo'lyapmiz. Kelgusimizni bilmaymiz. Turqi davlat talabetga uchirdi. Esingizda bo'lsin. Hozir siz mening yordamchim. Turqi davlatni qutqizish uchun bir niyat, bir maqsadda bo'lib, Japonni tang tatayli. Boshqa ishlarga ziyoda umid bog'lamayli. Yenfa. Ha? Bu yotqanni dadanga olib chiqib bergin. Ma'qul. Dada? Apam bu yotqanni sizga berdi. Ha, yaxshi. Siz bek obdan balacımı. Dada, yetinga yotqan yetib qo'yay, putingiz to'ngib qolmasin? Bo'ldi. Men o'zim yapay, ha. Sizli bo'lsangiz yanımda. Bundan keyin men rahat farog'atda yashayman. Bo'ldi, uxlang, men chiqay. Ha, ma'qul. Van Begim, Yiroqni ko'rdikansiz. Ozodlik armiya kagicha mol dunyoni ko'mib qo'yibsiz. Nimanda qalaymiqa jo'lisa? Kim mal dunyoni ko'mib qo'yibdi, ha? Ha, anglab qolmasa yana. Hey, maqra. Hey, men Van Yozu qara, ha? Men kallamni qo'ltig'imga qisib qo'yib turib ishlab azroq pulmal to'plagan degina. U bo'lmasa, yem falan apsula qandaq to'y qilma. Show yem falan qandaq baqama degina. Van Begim, 3-yangini bek yaxshi ko'rdikansiz. Yürü. O bana şundak güne bassa. Ben konumu beğensem bulamda. Konularda kişiye karısanım ha. Öz işini puhtu ol diyen gep bak o. Muşu. Pul.
Pulun işi de özünü puhtulasan, beşinci gün düşkende pul ez katıdı. Bay vakitte yoksuzlukta oylaş gerek. Adam yoksuzlukta ötüp bakkandıla turmuşunun katını oyladı. Adam bana kılıdı. Bir sıvak şeydi. Odam borkan. Qara baqayli, qaysi haramliqki u. Vaz degan, ulan sen vaz degan haramliqlarkan bu. Bu yerga qo'yganimda bu nima qandaq bilib olgandi. Siz Leyla Oşan'a aytqanmi ya? O'qiyapsan, men sana o'qitdim. Buni hatto yig'ib bo'lgan qapsini bilmaydigan tursa, qandaqsiga Leyla Oşan'a aytay. Ha, topdim. Rasma? Bu ishga haramliq. Men kim qo'ygan pulni tepib oldi. Ulanı heydi Yo'q. Bo'lmaydi. Ish apleşmay qolsa, pulni qaytirib olish bu yoqda tursin. Aksicha ishkimizni nas bosadi. Əmisi ulanın ep ketişiga qarab turamdık. Navada ishkimiz botdiroq kelgan bo'lsak, pulni biz ep ketgan bo'latdik. Ağzı etken. Ahmet. Meşgulük ecelimiz bir etmedi. Yo'q, men pulni qaytirib olaman. Bo'lmaydi. Tangji ishi. Tangji ishi degan haramliq. Qaytgan. Sen hozir boy bo'ldi. Chino'ga berib bir qancha kun o'ynab kelishga yetdi. Yaxshi bo'ldi. Men bu borman. Borsan. Agar Tangjeshi. Nima deysan? buqti meniki. Seni to'plandı to'g'ash o'g'irlashqa ajab ustikansan ha? Dadam ko'mib qo'ygan narsa qandaqsiga sening bo'ladi. Deb baqa. Bu meniki. Benim desangla senin bulan da. Sen sarang. Ağzını yuma. Sarang degan sen. Soral. Qutini yaxshilarcha hozirlab menga berib et. Bo'lmasa men ayab o'ltirmayman jumo. Buni mening deysan. Qani deb baqa. Ichida zadi ning bor. Oltin kumush bor. Qanchalik oltin, qanchalik kumush bor? Yodimda qolmabdi. O'zing narsani o'zi bilmaydigan bu hargiz seni emas. Karim yo'q. Menga darhol qaytirib ber. Sening bo'lmasa, nim deb sana beraman? Emes, o da kılsa. Bermemsen? Bermemsen qada qilatdim. Tatib olaver. Sen hozir untazman. Bizning narsamizni bulab ketmasin. Sen hozir yiqib kelma. Sen hozir qoch. Qacha sen hozir. Chaqqa qoch. Utsamiz lan. Tez qoch. Sen hozir. Utsamiz lan. Tez qoch sen hozir. Tez qoch. Bula. Yiqib kelma. Tez qoch. Sen hozir. Utsamiz lan. Tez qoch. Qacha. Aka! Sen hozir. Aka!
Aslan üstüne. Kaçarsın. Olmaysa. Tez kaç davası. Arvazı. Şükür beni akbak kılıçtı. Eğer tutamazsam kökül kösme. Tutanmaysan. Tutanmaysan. Ben bugün öyün gücü qoğlap bozma. Sen işke aramlıkta tutuvalı ben. Bu kimden? Bunun. Mening emas. Zodi kimdan? Buniki. Mening emas, mening emas. Mening emas. Dehqonlar jamiyatiga ketmanglar. Hop. Apa, çataq bo'ldi. Neymiş oldu? Ikkinchi akam bilan kichik akamni azod qarmaya tutib ketibdi. Ha? Ulan neymiş qıttiken? Pandimjakning aytishicha, ular qabristonlikdan mol dunyo ko'lab ekan. Yaqay, biz uyega mal dünya kömmüdük. Amisi ular uni nereden topqandi? Yomey, ula birini tepdim ha. Dadısı, bu qandaq gap? Ervaz bilen Senvaza qabristonlikdan rostli mal dünya tepipdi. Oy, acayip yaxşı oldu. Yomey, akıllarını tez çakırıp gel. Mal dünyanı üyüyle ep gelsin. Bunun közünü kızartı otamla, o işkisini tutup ketipdi. Aha. Tanjeshi. Bu pul mal seningmi? Mening emas. Leyla or sening deydi. Sen uning deysan. Zodi kimning? Ras olma. Amisi sen nima ish qilaysan? Ha? Pulga közüm kızardı. Senvazi. Esingda bo'lsin, pulni Tangchishining deb turib olayli. Nima? Dadamning ku. Sen nimani bilasan? Azodlik armiya mulkini tortib olamiz deganda biz yo'q degan. Ular dadamning qabristonlikqa pul mol yushirib qo'yganligini bilsa, bizni nas bosadi. Rostmi? Rost. Ma'qul. Shundoq deylarmisiz? Esing tut, ha? Vay yey, peşimizge bala kaza kilavasa külgenler nemisi? Ey makara xotun. Sen ba'zida bek aqlli, ba'zida bek yolg'on qolasan. Hey, o'ylab baqa. Ervazi bilan Senvazi tepib olgan o pul mollarni dingdanglar bizni ko'mdi deb qoladi. Bizning mal dunyo yushirib qo'yganligimizga endi ularning gumoni qolmaydi. Bizning ochliq ombiriga yushirib qo'ygan pul melimizni faqat osmon biladi, yer biladi. Sen bilasan, men bilaman. Endi hech bo'lmaydi. Oy, qarslasılni, canım şikayetkendim o. Puldan başkasını paketle oynamaydık yallah. Bu pul mal zodi kimning? Tangchishining.
Akam bana tanıcı şeyden de turib olamiz dedi. Ha. Shundaqmi? Arvozi, sen gap qilma. Sen o'zi bu qutini nereden topdinglar? Qabristonlikdan. Sen vazı, qalayım qal sözleme. Tangcı işini elib aldık. Arvozi, og'zingizni yuming. Sen o'zi qabristonlikdan dedingiz. U yer nimaga borgan? Akam başlap bağan. O meni Çingdoda oynatmoqchi bo'lgan tegi. Akangiz u yerga pul ko'mganligini aytganmi? Men demisam, qandoq bildingiz? Pulni avval ishqinglar topgan-ku deyman. Shundaqmi? Tanıcı şey keyin keldi. O mening deydi. Onun emas. Akam onu dadam kömgen dedi. Asta! Mağuz sarağını! Bo'ldi. So'rashning hojati qolmadi. Ularni olib chiqib ketinglar. Xo'p. Mana. Bu ishni endi anladim. Shunga men Liloshanning uyidan hech nima topolmabdi ekanman. Asli u yo'shirib qo'yibdi ekan emasmi? Yo'ldosh Dingdong, men odam boshlab berib Liloshanni tutib kelay.